7-sinfdan keyin bola taqdiri tasodifga tashlab qo'yilmaydi. Endi hamma o'quvchi bir xil yo'ldan yurmaydi. Qobiliyatga qarab aniq yo'nalish va aniq natijaga erishiladi. Milliy tiklanish demokratik partiyasi dasturida 7-sinfdan boshlab o'quvchilarni qobiliyatiga qarab oliy ta'lim, hunarmandchilik, tadbirkorlik yoki sport yo'nalishlariga alohida tayyorlash tizimini joriy etish belgilangan edi. Bugun bu tashabbus amalda. Prezidentning raisligida Toshkent shahrida ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan har tomonlama rivojlantirish, shahar muhitini yaxshilash va munosib yashash sharoitlarini yaratish masalalari yuzasidan o'tkazilgan yig'ilishda poytaxtda 75 ta maktab va bog'cha, 23 ta sport obyektiga ehtiyoj mavjudligi ta'kidlandi. Va eng muhimi, Toshkent tajribasi boshlandi. Har bir tumanda bittadan maktabda 7-11 sinflardan 1,5 ming nafar iqtidorli o'quvchi saralanib, ular axborot texnologiyalari, tibbiyot, biznes, muhandislik yo'nalishlarida chuqurlashtirib o'qitilmoqda. Natija uchun rag'bat ham bor. O'quvchilarning bilimiga qarab, o'qituvchilarga 20 million so'mgacha oylik maosh to'lanadi. Bu tajriba to'xtab qolmaydi. Kelasi yili bunday maktablar soni 24 taga, 2027-yilda esa 33 taga yetkaziladi. Bu qobiliyatni erta aniqlash, to'g'ri yo'naltirish va real kasbga tayyorlash sari tashlangan katta qadam. Dasturdan amaliy natijagacha bo'lgan muhim tashabbuslar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'lish uchun Milliy tiklanishning rasmiy sahifalarini kuzatib boring.